Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi yangiliklarimizdә Braziliyada tornado tufayli 6 kishi halok bo'ldi. Parana shtatiga kuchli tornado yopirildi. 700 dan ortiq kishi jarohatlandi. 1000 ga yaqin kishi o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldi. Tornadodan keyingi holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Olha ali no meio do mato, olha. Meu Deus, descobriu a cooperativa inteira. Olha isso. Tudo, gente do céu, tudo no chão. Misericórdia. Jesus. bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va shunda siz kerakli va yangi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz.